bolajonlar, hammamiz birgalikda bolalar qo'shig'ini kuylaymiz. Lavon deb atashar do'stlaring seni suyun, topchi qanday kun o'zi? Deylik birinchi iyun. Lavon deb atashar do'stlaring seni suyun, topchi qanday kun o'zi? Deylik birinchi iyun. Birinchi iyun, birinchi iyun, birinchi iyun, birinchi iyun bolalar bayrami. Mana bu kun 1-iyun, ya'ni xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan Sharof Rashidov tumani Kuyoboshi mahallasida mana shunday yoshlarimizni, bolalarimiz, farzandlarimizni bugun bayrami. Lavon deb atashar do'stlaring seni suyun, topchi qanday kun o'zi? Deylik birinchi iyun. Lavon deb Oda qamrab olib, bularni xursandchiligiga ota-onalarimiz xursandchiligiga sherik bo'lish maqsadida mana Kuyoboshi mahallasi 5-o'rtal maktabida ham mana shunday tadbirni mahalla faollari bilan mahalla raislariga xursandchilik hech qachon qarimasin. Allohdan bularga faqat yosh umr mana shunday kayfiyat hech qachon qolmasin. Yana bitta narsa bayram ekan, hammalaringga sog'lik, salomatlik, o'qishlaringda a'lo ishlar tilaymiz. Hammaga tinchlik, sog'lik, salomatlik bo'lsin. Bayramni yaxshi o'tkazaylik onajonlar. Bolajonlar, hammamiz birgalikda bolalar qo'shig'ini kuylaymiz. Lavon deb atashar do'stlaring seni suyun, topchi qanday kun o'zi? Deylik birinchi iyun. Lavon deb atashar do'stlaring seni suyun, topchi qanday kun o'zi? Deylik birinchi iyun. Birinchi iyun, birinchi iyun, birinchi iyun, birinchi iyun bolalar bayrami. Birinchi iyun, birinchi iyun, birinchi iyun bolalar bayrami. Barakalloh bolajonlar. O'sha kuni ta'tilga chiqishadi bolalar, farzandlarin hordiqqa jo'natadi onalar. O'sha kun